Homiladorlikda barcha ayollar bel og'riqdan qiynalishadi. Buning asosiy sababi qorin oldiga chiqishi natijasida qorin oldidagi muskullar bo'shashib ketadi va barcha nagruzka bel sohasidagi muskullarga tushadi. Bel sohasidagi muskullar qisqarishi natijasida bel umurtqasidan chiqqan nervlarni qisib qo'yadi va og'riq beradi. Ikkinchi sababi relaksing gormoni oshib ketishi natijasida taz bo'g'imlar, ya'ni chanoq atrofidagi bo'g'imlar yumshaydi, tug'ruqqa tayyorlanadi. Buning natijasida ham belga tushadigan nagruzka oshib ketadi. Buni uy sharoitida davolash uchun birinchi navbatda homiladorlikda bajarilishi kerak bo'lgan mashqlarni bajarishimiz kerak. Bunda bel muskullari mustahkamlanadi va og'riqlar kamayadi. Bu mashqlar bel mushaklarini baquvvatlaydi va umurtqaga tushadigan nagruzkaning oldini oladi. Ikkinchisi to'g'ri yotish, chap yoki o'ng tarafga yonboshlab yotish. Bunda umurtqaga tushadigan nagruzka, bosim kamayadi. Umurtqa holati to'g'ri holatda bo'ladi. Uchinchisi homiladorlikda taqiladigan maxsus korsetlar. Bular bel va chanoqqa tushadigan bosimni kamaytiradi va homiladorlikning yengil o'tishini ta'minlaydi. Shu kabi foydali ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling.